hökuməti 2013-yili bir belvaq bir yol strategiyasını yo'l qo'ygandan buyon Uyg'urlar diyorining buningdagi ochquchlik roli yangi boshdan ro'shanlashdi. Ammo rayon miqyosida to'xtamasdan o'tirg'i chiqayotgan qarshilik harakatlari mazkur rayondagi bir qator siyosiy va ijtimoiy masalalarni oshkora qilishga boshladi. 25 aprel tushdan keyin Washington shahridagi Hudson institutida o'tkazilgan Xitoyning zulmi va Yevroasiyo o'tishmasidagi Uyg'ur qurolliqlari temasidagi muhokama yig'ini dal mushu masalalarga bag'ishlandi. Yig'in muzokarasiga qatnashgan mutaxassislardan George Washington Universitetining professori Sean Roberts, Pensilvaniya Universitetining professori Qilich Qanot va Fuqarolar kuchi tashkilotining raisi Yang Jalli ayrim fikr qilib, Xitoy hukumatı Uyg'urlar diyorida yo'lga qo'yayotgan qattiq qo'l siyosatlar hamda bunga aloqador masalalar haqida o'z qarashlarini o'tirg'a qo'ydi. Yig'inga riyosatchilik qilgan Erik Braun oldi bilan so'z elib, Uyg'urlar haqida qisqacha tushuncha berdi. Since then, the indigenous Muslim Uyghurs of Xinjiang have long suffered under the rule of the Chinese Communist Party, and the region has been plagued by communal violence between Uyghurs and Han Chinese who have migrated there in large numbers. Erik Braun bu vaqtki bayonlarining oxirida Uyg'urlar diyorining hozirgi vaziyatini tushunish uchun oldi bilan uningdagi asosli sabablarni bilishning muhimligini ta'kidladi hamda bu vaqtda tushuncha berishni muzokara ishtirokchilaridan Qilich Qanotga havola qildi. Uyg'urlar masalasi bilan yaxshi tanishlik bo'lgan professor Qilich Qanot so'z elib, Uyg'urlar diyoridagi masalalarning yaqinqi bir necha yilda shakllangan masala emasligini alohida ta'kidladi. Uning qarashicha, Xitoy hukumatı Uyg'urlar diyoridagi masalalarning mohiyatini tunib yetmaganligi uchun buningga munosib keladigan tadbirlarni elishga ojiz kelgan. Bu sababdan Uyg'urlar diyoridagi vaziyat bargancha yomonlashib mangan. In the immediate aftermath of the Cold War, we started to see that there is an increasing concern in China about Soğuq urush oxirlashishi bilan diqqatimizga sazovor bo'lgani Xitoyda bargan sari eshib berayotgan davlatning parchalanib ketishi hamda milliy bo'linish haqidagi andishalar bo'ldi. Shu sababdan 1990-yillari bu jihatda ilingan tadbirlarning ko'p qismi bo'lgunchilik, ya'ni Xitoy davlatini parchalaydigan harakatlarga bakroq markazlashdi. Yig'in muzokarasida so'z qiluvchilardan professor Sean Roberts 1990-yillardan boshlab Uyg'urlarni tadqiq qilayotgan olim. U hozirgi kunda ko'p qism axborotlarda mulohaza qilinayotgan Uyg'urlarning qurolli guruhlarga qo'shilishi haqida so'z qilib, Uyg'urlar diyoridagi turli tengsizliklarning Uyg'urlarni asabiy deb qaralayotgan yo'llarga menishga majbur qilayotganligini ta'kidladi. Shuning bilan birga Uyg'urlarning chet ellarga chiqib, terrorlik tashkilotlarining tarkibiy qismiga aylanishi haqidagi hukmlarda nurg'unlagan gumonliq nuqtalar borligini olg'a surdi. Well, I mean, I think the situation is just becoming more and more difficult for Uyghurs to live in Xinjiang. Shundaq. Ahvol hozir bargancha yomonlashib, Uyg'urlarning Xinjiangda yashamag'i qiyin bo'lib ketyapti. Buning mos holda yana xalqning qarshilik harakatlari o'ttirg'i chiqyapti. Uning bilan vaziyat ko'rinarlik osonlashib ketyapti. Diniy faoliyatlarni nazorat qilish va jazolash maqsadidagi ko'plagan siyosatlarning o'ttirg'i chiqishi bilan Xitoy hukumatı mushqatim e'tirof qilgandek bir tahdid manzarasi shakllanadi. Yig'in oxirida muzokarani anglashga kelgan Uyg'urlardan Uyg'ur inson haqlari qurilishi tashkilotining mudiri Ömer Qanot ziyoratimizni qabul qildi. Yig'inning ichilishi Uyg'ur masalasiningki Amerikada bo'libmi, Amerikadagi elit qism, Amerikadagi ziyolilar, Amerikadagi mutaxassislar, Uyg'ur Amerikadagi siyosatchilar haqida, siyosatchilar orasida Uyg'ur masalasiningki bilinishi, uningdagi bu masalaninki texnik keng doirada yeyilishi uchun naytib foydali bir yig'in. Bu yig'inda albatta bu yig'inning birsimi bu Amerikadagi yangi hukumatga bir bunday bir aytgan chog'da bir message. Evet, yani bu Uyghur meselesiniki hozir ko'rdingiz, Uyghur meselesiniki qanchalik ahamiyatli ekanligi. Uyghur meselesiniki Uyg'urlarning zemini Sharq Turkistondagi Xitoyning O'rta Osiyoga nima yeyilishida, O'rta Sharqqa yeyilishida, Avropaga menishida hamma yerda noiti markaziy bir o'rin hisoblanadi. Shuningga Uyg'urlarningki bu o'rni, Uyg'urlarningki bu ahamiyati bilinish kerak degan nimani o'tirib qo'ydi.